Toshkent shahar prezidenti, assalomu alaykum. Ariza qabul qilib oling. Nima bo'ldi? Donald Trump ustidan. Nima qildi? Donald Trump ustidan deyman. Donald Trump ustidan? Ha? Donald Trump bizning davlatda yashamaydi. Shu ariza qabul qiling. Hop, qaysi rayonda yashaysiz? Qo'ying qayerda yashashimi? Venesuela prezidentini o'g'irlab ketibdi. Hurmatli fuqaro, siz qayerda yashaysiz? Oqbuyurada. Qayerda? Meni nima qizig'im bor? Sizga mana aytyapman, Sroshniy bugun Men sizga aytyapman. Venesuela prezidentini